en yaman ekan mana. Shu bir şeylerden tok arkalık çıkıp çıkıtkan en yaman ekan. Yaxşımısınlar ordaşlar, hammalarning shu vaqtingiz intayin güzel bo'lsin. Sizlarning nazaringizga bugun men birinchi CIBL yana o'sha joychangdan uzaltib ishlangan nusxasiniki butunlay zavodsiz bo'lgan, amaliy mangani 49 000 kilometr bo'lgan mashinani minib keldim. Mashinamiz ulab qolib qolsa butunlay zavodida sirliqancha. Zavodsizni kinakab chachqan mashina emas. Butun zavodida sirliqan mashina. Mana mashinaga 4 chaqisi taditgan, o'sha CIBLning eng yangisini izlayotgan tuqqanligi chuto o'sha Maşininin pakizligi şu 40 necha mingni mangan mashina bo'lganlikdan buni ko'p tushuntirishning hojati yo'q. Mashinaning yangiligi haqiqatan yangi tuqqanlar. Bunda mashina olsam butta digitalning oldin tanlashi bo'la oladi. Mashinamiz haqiqatan pokiza, vaqtini o'ltamay, mushu mashinaga ehtiyojinglar bala. Avay qilsanglar bu o'rnimiz xotin saltanat mashinchiligida mashinamiz shu birinchi CIBL'niki uzaltib ishlangan nusxasi. CIBL yana shu o'rindiqlar to'qili ishitgan alay va hokazo hamma taqashqini. Hamida mashinaniki 40 necha ming kilometr mang'ini atdim digishillab qolsanglar, kelsanglar bu o'rnimiz xotanda mashinaniki tarixi ulab qolib qolsa 2018 yil oxirining mashinasi 19 ga tiniqam. Mashina butunlay zavodsiz, pulisi 140 ming koy atrofida, sizlar bilan 100 kirishdi, mashina 140 ming koy atrofida tuqqanlar. Atqan tuqqanlar ulab qolib qolsanglar, vay qilsanglar bu bir şeyga ko'rgan do'stlarimizga aytgan gap. Yulduz knopkasini yoritib qo'yishni unutib qolmanglar. Janfa qilib bunga taqib qo'ygach, filmlinchida mashinaning koni yangiligini baholab qo'ysanglar demakchi. Keyingi zopinda ko'rishlar tuqqanlar qarqosh.